Assalom. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldinglar. Hurmatli kitap o'qish munbirimizning aziz mushtarilar. Kitap o'qish munbirimizga yangidan kelgan hurmatli anglag'uchilar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Rozetlarni yaxshi o'tkazgan bo'lishinglarni chin dilimdan tilayman. Ko'rib turibotganinglardek, bugunmi men sizlarga sirtli kitap o'qib beraman. Mana bu men ancha-muncha kelib turadigan Verkoren degan bir tog'liq kent. Aholisi yil bo'yi turaqliq aholisi minglar atrofida, ammo shahardan kelib bizga o'xshash turib ketadiganlarni qo'shganda 1500 lar atrofida. Nayt kichik ammo bek chiroyliq. Agar ilgirki tushuntirishlarimni anglamaganlar uchun bu Shveysariyaning Vali degan rayonidagi Verkoren deydigan bir kichik tog'liq kent. Saltirib men bir o'rmonliqning ichiga kirib, sizlarga bir asar o'qib beraman. Shveysariyaning tog'larida asosan mundaq yog'och uylar bor. Buni shaley deymiz. Sirtdan qaraganda oddiy bo'lgan bilan ichida hamma aslahalari shundoq to'liq, shundoq zamonaviy. Saltirib mush o'rmonliqning ichiga kirib ketamiz endi. Shveysariyaning alp tizimlarida qishmi yoz mana shundoq qorlar turdi. Ba'zi yerlarda yozdimi chang'i teylig'i bo'ldi. Tog'dan erib tushgan qor suvi. Mana mush o'rmonliqning ichiga kirib ketaman endi. Saltirib yaxshi bir o'rin tepib tushamiz. Şəhərin bir chiroyli yaxshi o'rin tepib sizlar kitap o'qib beraman. Ba'zi do'stlarim so'raydi, "Ay bu o'rmonliqning ichida yolg'izmansan, qo'rqmam ekansan" deb. Qo'rqadigan ish yo'q. Qo'rqadigan ish yo'q. Xudoyim saqlaydi, ha? Maya bir kötekning ustida o'tirib o'qib olsam musha bo'ldiganda qilib turdi. Mana o'rin topmoqmi ancha oson emasga, u yoqqa bu yoqqa qilib yurib, oxir bu tog'larni ko'gash, qarag'aylarni ko'gash bo'lsin deb o'shani tanladim. Xo'sh. Bugun men Yalqin Rozining Loyqalarning siri degan bu kitobiga kirgizilgan yana bir asarni o'qib beraman. Balkim kitap o'qish munbirimizga a'zo bo'lgan mushtarilarimiz ko'rgan bo'lishi mumkin. Men Yalqin Rozining asarlaridan bir 20 parchadakni o'qib munbirimizga qo'ydim. Yalqinning asarlarini men bek yaxshi ko'raman. Meningcha haqiqatanmi biri anglashga arziydi. Hech vaqasi yo'q. Agar hozir vaqtingiz bo'lmasa, keyin cho'qim bir anglang. Ma'qul. Bugungi asarni anglagan vaqtingizda balkim biroz qabul qilmasligingiz mumkin. Bizda chiroq tubi qorong'u degan gap bor. Amaliyotda bu Yalqinning asari emas. Yalqin bundan 100 yil ilgari diyorimizga kelib, biz xalqni, Uyg'urlarni ko'zitib yozgan bir xotirasini Yalqin bu asarga kirgizib ekan. Shu asarni o'qib beray. Oldi bilan rozetlaringlarningki yaxshi o'tgan bo'lishini chin dilimdan tilayman. Yana bir qitim. Chunki buningda ba'zi bir mushu ayam to'g'riliq Ramazon mezgilida qanday ishlar bo'lganligi deganga o'xshash mazmunlar bor. Xafa bo'lmayli. Boshqalar tanqid qilib, bizningki kamchilik yerlarimizni ko'rsatib bersa,
özümüzni tekshiraylik. Bundan 100 yil ilgari mening ajdodimda mana mushundaq illatlar bor ekan, hozir qandoq deganni bir o'ylash baqsaq bo'ladi. Ma'qulchiq so'zlab ketmay ya. Bu yerdami yana ancha-muncha hayvonlar bor, kiyiklar, u bo'la. Kasa, qoq ketmang. Ma'qul. Qashqar odatlari haqida. Qashqar odatlari haqida degan bu parcha Turkiyalik Ahmet Kamal İlkül'ning Çin Türkistan xotiralari degan kitobidan elingan bo'lib, men bu kitobning 1998-yil nashr qilingan turkcha nashr nusxasini ko'rib, avtorning kunimizdan bir asr ilgariki Qashqar odatlari haqidagi bu bayonlarning materiallik qimmatining yuqorliligini his qildim. Men Qashqar odatlari haqida degan bu parchani o'qirmanlarga sunishdan avval bu xotirning avtori Ahmet Kamal İlkül'ni tanıştırıp qo'yishni zarur topdim. Chunki Uyg'ur yangi ma'rif tarixiga munosabatli ko'plagan maqola va asarlarda uning nomi tilga ilinadi. Ammo qachon, qanday sabab bilan Qashqarga kelganligini, qachon, qanday sabab bilan yurtiga qaytib ketganligini ko'pincha kishilar xato bayon qiladi. Eng umumlashgan xatolik uni Qashqarga 1907-yili kelgan degan xatolik bilan Yangzingshin Urumchiga qapasga solab elib ketgan degan xatolikdir. Ahmet Kamal İlkül 1889-yili Osman imperiyasi tavasidagi Rodus orolida tug'ilgan. Rodus oroli Osman imperiyasi hukumati imperiya hukumati bilan o'xshash fikrda bo'lmagan zotlarni surgun qiladigan orol bo'lg'ashqa, Ahmet Kamal bolalik va o'smirlik chog'laridan boshlabla Rodus oroliga surgun qilingan ilg'or fikrli kishilarning ta'siriga uchragan. U o'rta maktabni 16 yoshida tamomlab, 2 yil yerlik adliya organida putukchi bo'lgan. Keyin o'qituvchilikqa imtihon berib qabul qilingan. Ilgari keyin bo'lib Sömbaki, Ma'is orollarida muallim, bosh muallim bo'lgan. U yeziqchilik hayotini Ma'is orolida bosh muallimlik qilib atgan chig'ida boshlagan. Hamda Ma'is oroli tarixi nomli bir asar e'lon qildirgan. Ahmet Kamal 1911-yili Istanbulga kelgan. Istanbulda İttihad va Tarakki, ya'ni Birlik va Taraqqiyot maktabida o'qituvchi bo'lgan. Xalq kiyesida bir mazgil ishlagan. Bahovuddin Bayning talabiga munosib holda Turkiyalik Talat Bay degan kishi uni Qashqarga berib, o'qituvchi bo'lishga buyurgan. Shuning bilan u 1914-yili Haj safariga berib qaytgan Obula Hasan Musabayev, ya'ni Husanbay bilan Bahovuddin Bayning ana boshqa inisi, odatda Obula Hasan Hoji deb ataladi. Qatorliq hojilar bilan billa Qashqar safariga atlangan. Ular 1914-yili 16 fevral Istanbuldan yo'lga chiqib, paraxod bilan Qora dengiz orqali Odessaga borgan. Odessadan poyezd bilan Kharkov, Samara orqali O'rinburgga yetib kelgan. U yerdan mashina bilan Toshkentga kelgan. Toshkentdan mashina bilan Qo'qand, Marg'ulon, Anjan orqali O'shga yetib kelgan. O'shdan otliq yo'lga chiqib 1914-yili 14-mart ustuna otishga yetib kelgan. Ayni chaqda Uyg'ur jamiyatida yangi ma'rifni yo'lga qo'yishda eng tas bo'layotgan masala o'qituvchi yo'q bo'lish masalasi edi. Mushun nazar tutib, Ahmet Kamal Bahovuddin Bay bilan maslahatlashib, Qashqar shahrida o'qituvchi tarbiyalash maktabi, ya'ni Darul Muallimin İttihad va Taraqqiyni ta'sis qilmoqchi bo'ldi. Buningga Qashqardagi ta'siri zo'r Zardar Umerbay boshchiligidagi mutaassib mollalar qat'iy qarshi chiqadi. Abduqodir Damollam qatorliqlarmi oraga tushib Umerbayni ko'ndirolmaydi. Shuning bilan noiloj
Uyghur Yeni Muarif tarixidagi tunji pedagogika maktabi ustini ochishning Eksaq kentida qurildi. Shu yilining oxiri maktab binosi бүтүп o'qish boshlandi. 1914-yili Kashkuzdan 1916-yilgacha bu maktabda ibtidoiy, ya'ni boshlang'ich maktablar uchun muallim yetishtirildi. Mushu 2 yil jarayonida nurg'un ziddiyat va kurashlar yuz berdi. Ahmad Kamal 2 qitim hapsiga elinadi. 25 yoshlardagi Ahmad Kamal tajribsizligi va mijozidagi oldirang'ulik sababidan diniy e'tiqod va siyosiy sazgurlikka chetiladigan masalalarda sal oshirib etib, mutaassib o'limalar va aksiyatchi hukumatning diqqatini qo'zg'aydigan ba'zi ishlarni qilib qo'ydi. Bo'libmi Qashqardagi ta'sir kuchi zo'r shaxslarning ziddiyatiga aralashib kelib, ularning orasidagi yangilikqa, ilg'orlikqa qarshi mutaassib guruhdagilarning ko'ziga sig'may qoladi. Shu sababdan ular Ahmad Kamalni hukumatga xavfli ko'rsatib tushuntirishdi. Qashqar otishlardagi yangi muharib harakatining kundan kunga avj elib jonlanib ketayotganligiga norozi bo'lib, bahon topolmay aran turgan Yang Zemin hukumati oxir Ahmad Kamalga keskin harakat qo'llanadi. Natijada 1917-yili Yang Zemin hukumati Ahmad Kamalni quchog'iga surgun qiladi. Keyin quchog'idimi to'xtamay Udul Urumchiga opirib, Urumchida 2 yil turmaga qamaydi. Aniqroq aytganda, Ahmad Kamal Urumchida ta'qib ostida yashaydi. U rejimdagi mezgilda o'zining obro'yi va parosiga tayinib, ham Burxon Shahidi qatorliq ilg'or yoshlarning yoshurun odami orqali muharrir qalam, igisi vijdon, matbaasi 5 barmoq, tahrirlash o'rni zindon bo'lgan yangi hayot gazetidan ilgari keyin bo'lib, jami 30 son besib tarqitdi. Aytishlar qaraganda bu gazetning oldi cho'chakkicha yetib borgan. Ahmad Kamal Urumchida ta'qib turgan mazgilida bir chet ellik bo'lish sifati bilan hukumat doiralariga o'ziga qilingan muomalaning muvofiq bo'lmaganligi to'g'riliq takror arz sungan. 1919-yili hukumat doiralari uni ta'qibdan bo'shatib, 2 askarning yalab menishi bilan Shanxayga yo'lga selib qo'ygan. U Shanxaydan paraxot orqali yo'lga chiqib, uzun musofirlarni besib, 1920-yili 18-iyun kuni Turkiyaga yetib borgan. Ahmad Kamal Ilkulning Turkiyaga qaytib borgandan keyingi ishlari hayoti to'g'riliq aniq ma'lumot yo'q. Faqat 1924-yili Istanbulda Turkiston Çin safaridagi unutilmas xotirlar nomli sayohat adabiyotiga tava 2 parcha kitobi. 1962-yili Bir yetimning hayoti nomli bir tarjimal xarakterlik aslimasi nashr qilinganligi ma'lum. U 1966-yili 22-may kuni olamdan o'tgan. Mayad bir rasm baki. Ahmad Kamal. Ahmad Kamalning yuqorida nomi atalgan sayohat adabiyotiga tava 2 parcha kitobi birlashtirilib, 1998-yili Istanbuldagi O'tgan nashriyoti tarafidan Yusuf Gadikli apandining nashrga tayyorlashida Çin Turkiston xotirlari degan mavzuda nashr qilingan. Bu kitobda Qashqar rayonida yangi muarifning yo'liga qo'yilishiga munosabatlik qimmatlik bayonlar bo'lish bilan birga, yana 1910-yillardagi Qashqarning ijtimoiy ahvoli, kishilarning yangilikqa talpinishlari, ideyaviy kurashlar nihoyatda yaxshi aks ettirilgan. Tarixiy uchurlar mo'l, materiallik qimmati intayin yuqori. Men mana shu kitobdagi Qashqar odatlari haqida degan qismni kitobxonlarning ko'rib beqish uchun tayyorladim. Bu parchada 1910-yillardagi Qashqar jamiyati xeyli ro'shan suratlangan. O'qigan kishini ayni chog'dagi jamiyat ahvoli ham kishilarning ruhiy qiyofati haqida tushunchaga ega qilish bilan birga yana afsusliq o'ylarga g'arq qiladi.
Əsərinin məzmununu maslashtirib, ayni yillardagi Qashqarning ijtimoiy hayotini va qashqarliklarning qiyofatini aks ettiradigan bir qism konu suratlarni qo'shib qo'ydim. Bu suratlarmi bizning shu yillardagi ijtimoiy ahvollarni bilishimizga yordam berdi. Tövəndə Ahmad Kamal İlkulning Qashqar odatlari haqida degan xotirasini ko'rib boqaylik. Bu chiroyli bo'lgan bilan, lekin mushtaq qiyliqimda ushaq tushak pasha degan narsalar bor. Kitob o'qib o'tib turib ixtiyorsiz ba'zida qo'llarim ketib qolsa, aybga buyurmaslar. Xo'sh. Bu apandimninki Qashqar ta'sirotlarini bir anglaylamdi. Qashqarda oyam kechisi. Qashqarliklarning Shabonul Muazzamning 15-kunini oyam kechisi deyishadi. Qashqarliklar Shabonul Muazzamning og'zim kamaytgan makapa Shabonul Muazzamning 15-kunini oyam kechisi deyishadi. Oyam degan so'z sharaflik va oz uchraydigan degan ma'noni bildirsa kerak. Bu kunda Qashqar aholisi va yezi xalqi Offa xo'ja deyiladigan 400 yil ilgari Qashqarda hukm surgan bir zotning mozorligiga yig'iladi. To'nak deyishib, ibodat qilish niqobi ostida butun kechini o'yin tomosha bilan o'tkazdi. Qashqarliklarning Offa xo'jaga bo'lgan ixlosi bak cho'ng. U zotga bo'lgan muhabbat va e'tiqodi shu darajaga yetganki, kishilarning Xudoga iltijo qilib turib, qabrining haqlangan va sirlangan toshlarga yuzni yiqib, qabrining qirlarini tishlashib, oshqozon og'riqiga davo bo'ludi, deyishib, gumbazidagi yog'ochlarning qovzoqlarini g'ojilganlarini, yeziliq homildor ayollar tug'utimiz oson bo'ladi deb mozorning ustiga esib qo'yilgan qo'ylarning munguzlarini qo'rsaqlarga bog'lab yurishganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular xurofotlikning quroli va qurboni bo'lish qanchalik cho'ng gunoh ekanligini aql bilan o'ylab ko'rishni xohlamaydi. Oyam kechisi Qashqarda hech kim uxlamaydi. Xristianlarning yil beshi kechisi hamma uyda, hamma joyda qimor o'ynaydigan odati, qoidasi bor. Qashqardami shundoq. Affaxo'jada, Olixonda, Qutbulali degan mozorliqlarda kishilar tong atqicha qimor o'ynashadi. Xristianlar taylaylarni sinab ko'rish va 1 yillik umrini tabriklash maqsadida gulxon yiqishib, uning ustidan otlashadi. Qashqardami bu odat kechisi o'rinlanadi. Oyam oqshimi hamma ko'chada jahannam yeriqidek ko'rindigan tutib turishgan o'tning ustidan ayollar Vashamiz va Duhaha surasini o'qib turib otlashadi. Kichik bolalarning ko'p qismi oyam kechisi o'tning bu to'g'ri bo'lmagan odatning qurboni bo'lishadi. Bu kecha o'g'illar, qizlar ko'chalarda yurishadi. Yaşanğanlar bo'lsa, masjidda tong atqicha o'ltirib, tasbihni 10 ming qatim seyrib, Xudodan gunohlarini mag'firat qilishini tilaydi. Ota-onasi yoki tuqqanlarining tuproq beshida o'qishdak o'ltirib tunaydiganlarmi bor. Qisqasi, bu mahshar kuniga o'xshash kechada insonning ko'ziga ajoyib ko'rinishlar ko'rindi. Uni ko'rib, ya kulishingiz, ya yig'lishingiz lozim. Oyam kechisiga sahro xalqi bakmi ixlos qiladi. Ba'zi yurtlarda to'ylashmoqchi bo'lganda, olmoqchi bo'lgan ayolini oyamda Affaxo'janing mozorligiga elib berishi shart qilinadi. Agar erning puli bo'lmasa, qozon, ko'za, china, chaynaklarni setib bo'lsa-mu, bu shartni ado qiladi. Jaholatning qurboni bo'lgan bu bechoralarning yaramas odatlari oyam kechisida to'liq oshkorlandi. Baylar
qo'zi go'shtlarini yeb, qo'rsoqlarini to'mpaytib o'ltirganda, bechor Uyg'ur xotinlari chinliqlarga atlas tambollarini 5 tangaga go'riga qo'yishib, oyamning qoida yo'sullarini ado qilish uchun berishdi. Bundaq ahvolni Qashqarning boylari, o'limolari, fazilat egalari tomosha qilishdi. Affa Xo'janing uzumlik beg'i deyiladigan bog' oyab ketisi o'yin tomosha maydoniga aylanadi. Bog'ning o'rtasida to'p-to'p bo'lib o'ltirishgan, maydasi uchuq kishilar qimar o'ynashadi. Bog'ning to'rt bo'lingida yiqilgan o't atrofida nashkashlar tong atqicha nash chekishib, kallasini qapoq qilishadi. Kishilarning og'zidan ajoyib, g'aroyib hikoyalarni anglagan bu oyam kechisini o'z ko'zim bilan ko'rishga havas qilatdim. U kuni kechisi No'ruzda Hoji Ali bilan Qashqarning xalq vakili Sidiq Oxun Shanzavadanning birodarlari Sobit Hojining beg'iga mehmonga chaqirilgan edim. Bu bog' Affa Xo'ja mozorligiga yaqin bo'lg'ashqa, xubdan namozdan keyin do'stlarimizdan bankir Abdurahim Muhammadzoda, Qodir Tayyor, No'ruzzoda, Ro'zaxon Kerimzoda, Ahmadjon Mo'min cho'qzodalar bilan billa otlarga minib, bu kechining tomoshasini ko'rgili bordik. Milliyatchilikka va musulmonchilikka nisbatan qaridoq hisoblanadigan bundaq makruh qoida yo'sullarni kelajak avlodlari yaxshiroq o'ylashib ko'rishi lozim ekan degan qarashga keldim. Bundaq xurofotlikdan qutulish, musulmonchilik va milliyatchilikni soplashtirish uchun yoshlarda g'ayrat va vatanparvarlik ruhi bo'lishi kerak. Qashqarda Ramazon turmushi. Qashqarliklar Ramazonni bek samimiyat bilan kutib olishadi. Ramazondan bir oy burun bütün uylarni tozalab, yangi kiyimlarni tayyorlab, tasbihlarni elib, qo'ltiqiga qistirib, masjidga elib boradigan jay namozlarni taq qilib qo'yishadi. Qisqasi, Ramazonni cho'ng xushallik va suyunish bilan qarshi oladi. Bu muborak oyning 4 va 5 kunlargacha xushallik va suyunish davom qiladi. 6 kuni havoning isib ketganligi to'g'risida shikoyat qilishadi. 7 kuni bangilar, ya'ni apyunkashlar, bo'zikashlar bozorda, ko'chalarda aqlsiz tug'ilganligi uchun asabiylashib so'qishadi. 8 kuni bu uzun kunlarni tezroq o'tkazish uchun uyquga g'arq bo'lishadi. 9 kuni mijozlarimi o'ngshilib, o'zlarini yengillab qolgandek his qilishib, choponlarni selib, sallarni elib tashlashadi. 10 kuni taq bo'ladi. Har kuni jazolash uchun bozorga elib chiqadigan bir to'p odam üzülmaydi. Mahkama shar'ini boshqaradigan rais ro'za tutmagan musulmonning jazosi shundoq deb qo'lidagi qiyish qamchi bilan yalang'ochlab qo'ygan bechorani to'xtamay urdi. Lekin bundoq jazoga boylar, yangi kiyim kiyganlar, yipak salla o'rg'anlar emas, kun kechirolmayotgan ojiz bechorlar uchraydi. Ramazon kunlari Heytgoh degan joyda odam nihoyat ko'p bo'ladi. Heytgoh masjidining 15-20 arshin egizlikdagi pashtiqiga so'naychi bilan nog'orchi chiqadi. Xalq tarovihni o'qib chiqib, 1 soatdan keyin ular milliy ohangga chelishga boshlaydi. Shaharning ichidan chiqqan va teshidan kirgan xalq 3-4 bo'lib Heytgohga kelib yig'ilishadi. Ba'zi xonaqaning ishon so'pilari milliy musiqa ohangiga samoga tushadi. Ya'ni o'tirg'i tushib, qo'llarini kerib oylanishadi. Yalang oyoq luxchaklar, to'miqini o'rib kiyganlar, pashmatlarini mo'rsiga elib olgan no'chilar, ravabchi ro'zaklar oldida minib,
egiz-past tovlab naqsh etishib, Heytga qarab kelishdi. Bu maydondagi yaq satadigan do'konlarning chiroqlaridan chiqib turadigan sessiq is nag'ri yangrab turgan bu kechida maydondagilarga atir purqidek bilinadi. U do'konlarning oldida bir to'p ushshaq elib satarlar yig'ilib oladi. Ular u yerda Yevropaning siyosiy sahnalarida hal qilinmagan tushuniksiz masalalarni hal qilishga urinishadi. Hindenburg, Makanziyalarning eng ulug' harbiy boshliqlari o'rinlashtirishga, sizishga ojizlik qilayotgan urush planlarini ular tuzib chiqadi. Tanqid qilishdi. Nag'ri chelinib to'xtagandan keyin Qashqar osmonida nash puraqi bilan turli ichimliklarning hidi hukm suradi. Kishilar kechini g'animat bilishgani uchun hamma ishlarni qilib tugitishga tirishadi. Texi atrof qop-qorong'i tursa-mu, ba'zi qo'lis cho'rgilab qolgan ma'zinlar peshtoqqa chiqib azon etishga boshlaydi. Jamoat bilan billa namoz o'qinglar. Bamdat, ya'ni sahar namoziga chiqinglar. Cho'ng savob bor. Alloh har turli gunohlaringizni kechiradi. degan vaz bilan kishilar xuddi shaparangdek taraf-tarafga ketishadi. Bomdod namozida kallis qapaqmi, ahli saqmi salli yogishib oldi sapda o'ltirmaslikqa, imom va mahalla oqsoqollarining ko'ziga ko'rinmaslikka urinishadi. Namozni ado qilib bo'lishgandan keyin kishilar "Tov qildim, Xudoyim, gunohlarimni kechir" degan munojatni takror aytishib, uylariga qaytishadi-da, bu qalaymaqan kechini oxirlashtirdi. Ro'zayit kechisigacha turmush, ya'ni shu tarzda davomlashadi. Hayit kechisi ba'zi qalbi pok, imoni saf kishilar uylarining tomlariga chiqib, "Xo'sh amisa, Ramazon xo'jam, bizdan rozi bo'lsizlar, omonlik bo'lsa, yana kelarlar" deyishib, Ramazon bilan xo'shlashadi. Mayada 1910-yillardagi Hitchcockning oldidagi bir rasm bor ekan, ko'ra olamizlarki. Ramazondagi samovarxona, choyxona turmushi. Qashqarda Ramazon oqshomlari ba'zi kishilar uyida, ba'zilar samovarxonalarda mashrab o'ynab, bazm o'tkazishadi. Uylardagi bazmiga qaraganda samovarxonalardagi bazma adab qoidlik bo'ladi. Ramazon kirib, ro'za yet bo'lguncha har kuni kechda iftordan boshlab 1 soat, yarim soat vaqt bu milliy bazmini tomosha qilish va tadqiq qilish uchun Do'rg'a Bek saroyining udulidagi Qurbonaxon degan kishining samovarxonasida o'ltirdim. Ularning bir yigit beshi bo'lib, ismi Turdibek hojimdir. Bu hojim suhbatda muloyim, xalqparvar, millatparvar, adab axloq, mardlik va to'g'riliqda yagona, ruhi sog'lom bir yigit bo'lib, atrofida uning amrini bajo keltiradigan 40-50 yigit bor. Ular hunarvan kasblar bo'lib, g'ayvat shikoyatdan xoli. Kunduzlari hunar kasblari bilan mashg'ul bo'lsa, oqshomlari o'yin tomosha qilib vaqt o'tkazishadi. Qisqasi, bu yigitlar peshoni tari bilan belikining kuch-quvvatiga to'yinib yashaydi. Ularning Baba Shoxun deyiladigan, duttar chaladigan bir sozandasi bor. Ular bu maydisi ochiq sozandining sho'x, yiqimliq nag'malarini anglab, g'amga cho'kib, hangbiqib o'ltirishadi. Azam hojim degan qiziqchi yigitlarga po etib, qiziqchilik qilib beradi. Ular kechini ana shundoq ko'nglini xo'sh qilib o'tkazishadi. Ular shu samovarxonada zo'liq yegandan keyin boshlariga sallarini o'rishib, udul masjidga berib, bomdod namoziga turganlarning sepiga qo'shiladi. Qashqarda bir odat bor. Kechisi tong otqanga qadar turli gunohliq ishlarni qilsa-mu, gap qilishmaydi, apu qilishadi. Lekin bomdod namoziga chiqmasa, apu qilishmaydi.
Birər ishda xatolik o'tkazib qo'ysa, mahaldagilarning g'azabiga uchraydi va azor yeydi. Qashqardagi samovarxona turmushi ayni shundoq oddiy ham adab qoidalik bo'ladi. Uylardagi bazmlarga kelsak, bir talay boylar duttar tambur chaldirib, hayosiz naqshlarni aytib usul o'ynashadi. Ba'zilari bo'lsa majun yap bo'lishib, bu kechining shon sharpiga yarashmaydigan bir qator ko'ngilni yerim qiladigan ishlarni qilishadi. Qashqarda hayit kunlari. Mayada 1910-yillardagi Qashqarning yuqori qatlam kishilari degan bir rasm bor-ki, bu rasmni ko'rsatib qo'yay. Qashqarda hayit kunlari 1934-yili 1-Shavvol, ya'ni 1916-yili 1-Avgust. Hayit kuni atiganda shahar va yezin bo'lib 10 mingga yaqin odam ipak kiyimlarini kiyib, lohur sallarini o'rishib, ya'ni hayit kuni Qashqar xalqi salla o'rashga majburlanadi. Yoqubxon bino qildirgan jannatdek makon hayitgoh jamoasiga yig'ilishadi. Masjidning ichi-teshi odamga to'lib ketadi. Odatda ko'l bo'ylarida, daraxt to'vilarda, teraklarning tövida yotadigan g'irib g'urbalar namoz haqqi elish uchun jamoatning orasida aylanib yurib, saplar tuz bo'lsin, chapalaringiz ochiq bo'lmasin degandek bir qator sapsatlar. Ya'ni asosiy so'zlarni qilg'uchi molla apandilar bilan oxirgi saplarning orasida tang aylanib yurib, jamoat ibodat qiladigan masjidda xalqni uyaldirib, tilamchilik qilib, bu muborak kunda kishining ko'nglini yerim qiladi. Bu mamlakatda g'iriblarni asraydigan Darul Ajiz, xayriya jamiyatlari, shafqat qilish va himoya qilish uylari bo'lmag'achqa, masjid ichida ko'chaning o'tirlarida o'lmaslik uchun tilamchilik qilib yurgan bu meyib majruh, oqsoq cho'loq bechoralarni aybligili bo'lmaydi. Molla apandilarning namoz haqqi elishidek yo'lsizligiga kelsak, g'irib bechoralarning haqqi bo'lgan zakot va sadiqa petirni 200 so'mlik qilib jamoatga nasihat qilib zo'rliq bilan masjidga yig'ib elishi biroz kulkilik ish bo'lsa kerak. Namoz vaqti bo'lganda qozilardan biri o'rnidan turib, jamoatning orasida aylanib yurib, saplarni tekshirdi. Rassiz turganlarni ko'rsa, ses so'zlarni qilib sapni ratlaydi. Men bundaq ishlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hatto shu kuni yanimda o'ltirgan Madinalik Said Komil apandigimi bizning molla apandilarimiz qanchalik tarbiya ko'rgan odamlar ekanligini ko'rdingizmi deb o'kinganligimni bildirdim. Bir mezgildan keyin takbir o'qilib, muborak hayit namoziga turishdi. Ba'zi bechoralar texcha namoz o'qish qoidalaridan vaqf bo'lmag'achqa, takbirdan keyin qo'llarini sangilatib turishdi. Ba'zilar bo'lsa, boshlarini ling'ishtib o'ltirgan peti unlik so'zlashdi. Qisqasi, ana shundoq tartibsiz, qalaymaqan holatda namoz o'qib bo'lgandan keyin xotib munbarga chiqib, xutba o'qishni boshlaydi. U yarim soatcha bir nimalarni o'qiydi. Lekin uning so'zlarini anglayotganlar mugdashga boshlab, qo'rqinchli tush ko'rishdi. Chunki xutbani anglayotganlarning hammasi degidek arabcha o'qilgan xutbadan hech narsani tushunmaydi. Xutba o'qish sharhi vaqoidan bir necha bat o'qish bilan oxirlashadi. Bu ulug' sharafli kunning xutbasida Uyg'ur jamiyatining nijotliq va saodati to'g'risida hech narsa deyilmaydi. Hayit namozi o'qilib bo'lgandan keyin namoz o'qiganlar masjid ichida bir-biri bilan qo'l elishib ko'rishib, hayit muborak deyishadi. Yashanganlar, yoshlar, bolalar ko'chama-ko'cha, uyma-uy hayitlashadi. Har uyga bir dasturxon selindi. Dasturxonga turli tatliq turim meva-chevalar tiziladi. Lekin
sahipxana, dasxan bar uyda turmaydı. Bu heyt günüde kişiler adamlarını emas, belki öylerini yoqlaşıdı. Peygamberlerinin varisi ve şeriatning qo'g'dug'uchilari bo'lgan qozilar, o'limalar heyt namozini o'tab bo'lgandan keyin kishilarning ishiklarida oyinib yurishdi. Ikkinchi qozini saylashga keraklik jamoat fikrlariga erishish uchun bu kunlarda ko'ngilga pukkan maqsadlari uchun kirishga tegishlik uylarning hech qaysisini tashlab qo'ymaydi. Bu kunda xalq qozilarga emas, balki qozilar xalqqa minnatdorligini bildirib ko'rishdi. Hech kuni kishining diqqat nazarini bak tortidigini qizlar bilan cho'kallardir. Heytgohning pashtiqida shodiyana chelinayotgan nog'ora, ya'ni milliy muzik sadosini anglab, ular uylarining tomlariga chiqishib oladi. Tomlarning ustida qizil, seriq, so'sin har xil rangli ipak kiyimlarni kiyib, bahor gullariga o'xshash yasangan qiz cho'qonlar to'pi do'qillanib turishdi. Başlarga kiyib olgan zar yepliq do'ppilari quyosh nurida parildab turadi. Bu kunda go'yo yer yuzidagi go'zallik tomlarga maqollashgandek bir manzara paydo bo'ladi. Heyt kuni namozni o'qib bo'lgandan keyin saraydagi uyimga qaytib ketdim. Yanimda vafodor do'stlarimdan Turdibek hojim bor edi. Sarayning oldiga borganimda uyimning oldida bir to'p kishining to'plashib turganligini ko'rdim. Ularning orasida samimiy va yaqin kishilarimizdan bo'lgan No'ruzzoda Hoji Ali, Nazar Axunbay, Abdurahim Axun bankir, No'ruz Bayzoda, Qodir Tayyar, vafodor do'stlarim Kerim, Yusuf, Rozi, Maqsud Axun va ba'zi yaralarım bor edi. Ularni ko'rganimda qalbimda o'rkashlab teshiyotgan hissiyotimni tutolmadim. Vujudimni cho'nqur umidsizlik, ma'yuslik qopladi. Vatanimdan 3 yil ayrilish tufayli paydo bo'lgan bu ma'yuslik tuyg'usini ularga bildirmaslik uchun o'zimni xushalxoram ko'rsatishga tirishdim. Uyimga xaloyiq uzilmay kelib, heytimni qutlashdi. Bir chaqda qerindishimiz Hoji Ali yurtdagi ba'zi obro'li, inovatli kishilarni yo'qlab kelish lozimligini eskartdi. 15-20 dak ishchan, yosh, sodiq do'stlar bilan birga ishdan chiqdik. Dastlab marhum Qozi Kalon Hoji Abduqodir apandining hurmati uchun uning bolalarining uyiga kirdik. U yerdan chiqib g'ayratlik yoshlarimizdan bo'lgan Yusbaxun boyning uyiga, ya'ni Yusbaxun Nasriddin apandiga o'xshash Qashqardagi ajoyib shaxsdir. Xaloyiq yosh va g'ayratlik Yusbaxunning oldidan o'tganda uning to'limi hurmatini qiladi. Chunki bu kishining tili bak o'tkir bo'lg'ashqa kelgan so'zni yutib etmay da berdi. Demak, Yusbaxun boyning uyiga kirdik. U yerdan chiqib obro'li boylardan va jamoat xodimlaridan bo'lgan Bahovuddin boy hazratlarining uyiga. Uningdan keyin Qashqarning muftisi Damulla Hoji Abduqodir apandi, shayxlardan vatanparvar Hoji Mansur apandilarning uylariga kirib, ularning haytini tabrikladik. Buningdan keyin bak yaxshi ko'rishadigan bir ikki do'stlarni yo'qlab uyimga qaytdim. Bu kunni bakmu xushalxoram o'tkazdim. Haytning 3-kuni meni ziyoda xushal qilgan milliy hissiyotimni o'rkashlatgan ish uşaq balalarning, kichik qizlarning uyimga kelib, men bilan ko'rishishi bo'ldi. Qashqarda qizlarning hammasi degidek qizil kiyim kiydi. Qashqar qizlarga bak yarashadigan bu qizil rangli kiyimlar ularni malaika surtida ko'rsatdi. Ularning uşaq o'rilgan tal-tal chochlari, boshlaridagi zarlik do'ppilarning chiroyliligini til bilan ifoda qilib berishtas. Bu balalar heyt namozidan keyin bir-birlarininkiga berib heytlashadi. Cho'nglardan heytlik elishadi. Lekin u pullarni hajligidek tuzuk yer yo'q. Cho'ng to'piliq yo'l ko'chalardagi lampong, zimatang degandek saxta, ziyonliq narsalarga hajlaydi.
Qashqar shahri shuncha cho'ng va aholisi shuncha ko'p yurt bo'lsa-mu, bolalar suyunib o'ynag'idek bir bayramlik maydonning bo'lmasligi kishini hayron qoldirdi ham afsuslandirdi. Heytgoh maydoni bor degan bilan u yerni lukchaklar, qalandarlar qoplab ketgachga bolalar undaq yerda o'ynasa axloq. Bayram kunlari do'st yaranlar, tonish bilishlar o'zaro hetlashib bo'lgandan keyin yigitlar havoliq bog'larga yig'ilib, kitob va gazet o'qib, adabiyot va siyosat haqida so'zlashib, muhokama qilishib, vaqt o'tkazishadi. Texcha o'qishga qiziqmay yurgan yoshlar bo'lsa, ko'chada tomosha qilib yurishadi. Ba'zi boylar va molla apandilar yig'ilib qolgan yerlarda taraqqiyparvarlarning harakatlarini to'xtatish va ularning yurtdagi hurmat inovatini to'kishning planlarini tuzish bilan vaqt o'tkazishadi. Oqmas, tutamsiz muhokamalarni qilishadi. Qashqarda hayit kunlari ana shundoq o'tadi. Qashqardagi mozorga e'tiqod qilish ahvoli va xoniqalar. Qashqarliklarning ichida mozorlarga e'tiqod va ixlos qiladigan nurg'un kishilar bor. Xalqni shundoq hissiyot, qarashga keltirganlar o'limalardir. Ular shu usulda o'zlari shaxsiy manfaatga erishishni ko'zlaganlikdan undaq qarash kundan kunga xalq ichida kuchaymoqda va umumiy xalq bundaq xurofotlikqa borgan sari moyil bo'lmoqda. Juma va bozor kunlari Murod Tahsin akam, Affa hojam, Seyit Ali Arslanxon To'ram, Qutbilali hojam mazardagi daxonlar go'yo Buvi Maryam chirkovidagi kecha bayqushlarga va pitnichi poplarga o'xshash bo'yinlariga zumlar shaklda tasvirlar esib, xatmi Qur'on o'qib, baxmi kulkilik manzara hosil qiladi. Bu daxonlar barometrga o'xshash havoning issiqlik va sovuqlik darajasini xabar beradigan. Ya'ni er bilan ayolni bir-biriga omroq qilish yoki ayolni eridan sovutishdek bir qator bema'ni ishlarni qiladigan odamlar bo'lib, ular mozorlikda tizilib o'ltirib, qabrdan har bir kishining orzusini tilaydi. Afsuski, ular insonni yaratgan butkul maxluqot va mavjudotning birdan-bir murojaat qilg'uvchisi bo'lgan Allohdan tilash lozim bo'lgan tilaklarni tuproqqa aylanib ketgan o'liklardan tilash bak kulkulik va islom qoidalariga xilof ish ekanligini bilmaydi. Gerçi yuqorida ismi tilga elingan qabrlarga qo'yilgan zotlarning ba'zilari din va vatanga jon fidolik bilan xizmat qilgan ulug' ruhlar egasi bo'lsa-mu, lekin ularning tuproqlariga odamning yuz ko'zlarini yiqib turib yig'lash, u jonsiz jismlarga yolvurish islom dinining ahkomlariga xilof ishdir. Allah hech qachon banda bilan o'zi o'tirsida mozorlarning tilak tilash vositasi bo'lishni ravo ko'rmaydi. İnsanlarning bu dunyo va oxiratda boyashat, baxtiyor turmushga erishish va baxtli turmush kechirish yo'llari Qur'onda ochiq ko'rsatilgan va Qur'onda inson g'ayrat qilib tirishsa, maqsadlari amalga oshadiganlik aytilgan. Mozorlarning gumbazlariga esilgan qo'shqar munguzlari, kolalarning quyruqlariga yuzlarini yiqib turib, "Mozor hojam, meni boy qil" yoki "Meni shu maqsadga yetkaz" deyishdak islomiyatni past ko'radigan, Turkiylarning ulug'ligi va ustunligini tuvan ko'radigan undaq bir qator xurofiy va bidoat harakatlar islomning hukmi va qoidalaridan emas. Bugungi kunlikda xalqning Affa xo'janing mozoriga nima uchun shuncha ixlos bilan cho'qindiganligini hech tushunib bo'lmaydi. Kishilar bu mozorlikqa har kuni 100 minglab to'xu, tuxum elib kelishadi. Elib kelishgan qo'y kalalarmi top-top bo'lib ketadi. Qashqarliklar boshqa mozorlikqa nisbatan Affa xo'ja mozoriga bak cho'qinadi. Hatto naqshtirdimi Affa xo'jam orzuyimni amalga oshir degandek iloh qila deyiladigan bema'ni so'zlarni ishlatishmi yonmaydi.
Ba'zi sodda kishilar beshi og'irsa doktorga berishning o'rniga Afaq hoji mazarga yuguradi. Tug'magan xotinlar Afaq hojining gumbiziga esib qo'yilgan raxt parchalarini ballariga bog'lashib oladi. Butunlay nodonlik sababidan qilayotgan bundoq bid'at va musulmonchilikqa dog' tushiradigan odatlarni tugutish uchun Qashqarda maktablarni ko'paytirish, ma'arifga jon pidolik ko'rsatishdan boshqa amal yo'q. Xalq bilan boylar mazarlarga, dahallarga bir to'p o'rin qalandarlarga bergan nazir sadiqalarni, bazmi nomida isrof qilayotgan pullarni o'qitish yo'lida sarf qilsa, vatan uchunmi, xalq uchunmi, muqaddas dinimiz uchunmi cho'ng va sharafli xizmat qilgan bo'lar edi. Hazreti Payg'ambarimiz biror maqsad va tilak uchun qilinadigan nazirni cheklashni buyuruydi. Shunga Payg'ambarimizning bu amriga amal qilib, mazarlarga nazir sadiqa berishdan voz kechish, u ruhsiz jasadlardan madad tilamaslik lozim. Qashqarda xonaqolarmi mazarlarga o'xshash bir to'p o'rin qalandarlar, ish qilishni xohlamaydigan obdollarning makoni bo'pti. Ular odam bolalarini to'g'ri yo'ldan ozdirdigan yolg'onchi shayxlarning qo'ltiqiga kirib olib, barhaq, haq rost deyishib vaqt o'tkazishadi. Ochliqdan zorlanib ingirishadi. Bu bechora ahli qisqa odamlar hayot va ish ovqatni tark etib, shayxlarning orqasida ularning quyruqidek agishib yurishadi. Oxir bütün vaslini va ahamiyatsiz harakat uchun tugutib, bir burda nonga zor bo'lishadi. Oladigan bo'lsak, Husanbayning qaynotasi Mahmudbek degan do'stim bir kuni meni Buloqbeshi degan joydagi bir darvishning uyiga boshlab bordi. U bechora darvish bak g'urbatchilik va muhtojlikka tushib qolgan ekan. Mahmudbek keyin menga uning sarguzashtini so'zlab berdi. U kishining o'z vaqtida qo'l ilkida bor, hol kuni yaxshi ekan. Keyin darvishlarning orqasiga kirib, hum deb yurib, bugunga kelganda shu holga tushib qolgan ekan. Qashqarda millatga foydasi bor bir shayx bor. U bo'lsa-mu, Otushdagi Sultan Stoqbog'raxon mazarga qaraydigan, oilaga mansub, tariqat yo'lining qadrini biladigan, avomning hurmatiga erishgan shayx Hoji Mansur Hazrat degan kishi. Shaxsiy manfaatni o'ylamaydigan, muridlariga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, erkin fikrlik, gunohlik ishlardan butunlay xoli bu zot Qashqarda tunji qitim ochilgan usuli jadid maktabiga Muhiddin Talat degan o'g'lini birinchi bo'lib tizimlatgan edi. Bu zotning Turkiy xalqlarga bo'lgan muhabbati va ishonchisini alohida aslab o'tishga arziydi. U har qitimliq so'zning oxirida musulmonlarning jaholat asoratdan qutulish uchun Turkiy xalqlarining g'olib kelishi va zafar quchishini tilab duo qiladi. Ham muridlarni doim milliy tuyg'u bilan tarbiyalaydi. Qashqarda o'qishga havas qiladigan kishi mingda birgami yetmayotgan chog'da bu muhtaram zot Abduqodir Bek ismli o'g'lini boshda Istanbulga maxsus ilm tahsil qilishga, keyin Beyrutdagi Amerika maktablarida o'qishga avatgan edi. Qashqarning ijtimoiy madaniy turmushini xo'rtayotgan mazarlarga cho'qinish va shuningga o'xshash xurofotliklar bu ona yurtning taqdirini patqoqqa patirmoqda. Bu ona yurtning taqdiri ashundaq ajabnarlik ishlarning qurboni bo'lg'ashqa, yurtning hayoti va istiqboli gumonliq bulutlar orasida qilib, qora bo'ronlar ichida bo'g'ilmoqda. Bugungi kunlikda xristian poplari xristian yurtlarining xilvat ko'chalariga,
unutilgan sahrolargacha kezib berib, xalqlarini g'aflatdan qutuldirib, madaniy turmushga qiziqtirmoqda. Lekin bizning diniy o'limalarimiz va yo'g'on sallilik mollalarimiz ishik do'qirib yurib, qo'rsoq to'yg'izishdan, xalqni aldab pul to'plashdan bosh tortmayotdi. Bundaq ahvolda albatta dinimiz bilan xalqimiz xotirjam bo'la olmaydi, yashay olmaydi va xalqimizning sog'lom binosi silkinib ketadi. Diniy muassasalarda qushlar huvlaydi. Muqaddas tinimizmi yatlarning hurmatsiz mushlari tarafidan yo'q qilinadi. Ko'zlarimizni ochaylik. İlim, irfan öğünüp, madaniyatli kishi bo'lish uchun tirishaylik. Chunki o'zining mavjudligini bilmaydigan xalq uchun mozorlarning foydasi bo'lmaydi. Har qanday karomatning yuz berishini o'zimizning tirishchanligi orqali kutaylik va buning uchun qusursiz tadbir qo'llanib, Allohga tavakkul qilaylik. Asar xeyli uzunken, lekin muhokimizni bir yer qig'il bo'lmaydi. Posh chiqib degan qopartib etdi. Bu maqolani men bir necha yillar ilgari bir o'qib ko'p o'ylanib ketgandim. Endi o'ylanishni sizga qoldiray. Ma'qulamsa, kelar qaytamoq anglishimizni ko'rishaylik. Aman bo'ling, xo'sh.